عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Bugun 5-darsimizni o'tamiz. 5-darsimiz Haqqul validayn, ota-onaning haqlari haqida. Haqqul validayn kathiratun tilkal ayatu wal ahadis allati tahaddasat an haqqil validayn. Ota-onaga yaxshilik qilish haqida ko'plab hadislar va oyatlar kelgan. Va farada alal insani birrahuma va harrama alayhi uquqahuma. Alloh taolo insonlarni ota-onasiga yaxshilik qilishlarini farz qildi va ularga oq bo'lishliklarini harom qildi. Alloh taolo Nisa surasining 36-oyatida shunday deb marhamat qiladi: Astag'uzu billah wa'budulloha va la tushriku bihi shay'a va bil validayni ihsana. Sadaqallohul aliyyul azim. Allohga ibodat qilinglar va unga hech narsani shirk keltirmanglar va ota-onangizga yaxshilik qilinglar deb aytdi Alloh taolo. Va huququhuma yanhasiru fi amrayni. Ota-onaning haqqi asosan ikki narsaga bo'linadi. Birinchisi al-awwalu burruhuma wal ihsanu ilayhima. Ularga yaxshilik qilishlik va ularga ihson qilishlik. Ikkinchisi bo'lsa at-tani tajunnubu uquqihima va isaatu ilayhima. Ularga oq bo'lishdan saqlanishlik va ularga yomonlik qilishdan saqlanishlik. Va an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qol: "Qultu ya Rasulullah ayyul amal afdal va fi riwayatin ayyul amal ahabbu ila Allah?" Qala an-nabiy sallallohu alayhi wa sallam: "As-salatu ala miqatiha." Qultu: "Thumma ayyu?" Qala Rasululloh sallallohu alayhi wa sallam: "Thumma birrul walidayn." Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan so'radik: "Ey Allohning rasuli, qaysi amal eng afzal amal?" dedim. Va boshqa rivoyatda esa qaysi amal Allohga suyukliroq deb so'radim. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam vaqtida o'qilgan namoz deb javob berdilar. Shunda men keyin qaysi deb so'radim. Nabiy sallallohu alayhi va sallam keyin ota-onaga yaxshilik qilish deb javob berdilar. Endi ota-onani birinchi haqqi, ya'ni ularga yaxshilik va ihson qilishlik. Va birrul validayn min a'zamil amal. Ota-onaga yaxshilik qilish amallarning eng ulug'idir. Jalibu li ridallohu anil ibad. Ota-onaga yaxshilik qilish Alloh taolo rozi bo'lguvchi amaldir. Keyingisi va huwa min ahlaqil anbiya vas solihin. Ota-onaga yaxshilik qilish payg'ambarlar va solihlarning axloqlaridandir. Keyingisi va huwa min muhasinish shariati fa fihi i'tirafun bi jamil va hifzun lil fadl. Ota-onaga yaxshilik qilishlik shariati go'zal va fazli keng insonlarda bo'ladi. Keyingi haqlari va huwa minal muru'ati va muhasinil axloq. Ota-onaga yaxshilik qilish eng go'zal axloqli kishilarda namoyon bo'ladi. Keyingi haqqi va huwa afdalu min nawafilil ibadat. Ota-onaga yaxshilik qilishlik nafl ibodatlarning eng afzali bo'lib hisoblanadi. Keyingi haqlari va huwa min asbabun najati fid dunya wal akhirah. Ota-onaga yaxshilik qilishlik dunyo va oxiratning sababchilaridandir. Keyingi haqlari va huwa min asbabi ijabati du'a. Ota-onaga yaxshilik qilish duoni ijobat bo'lishiga sabab bo'ladi.
Keyingisi va huwa min a'zami asbabu dukhulul jannah. Keyingi haqlari ota-onaga yaxshilik qilish jannatga kirishning sabablaridandir. Bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Wal walidu awsatu abwabil jannah." Akhrajahu Ahmad va Ibn Majah va Sahihul Albani. Sahihul Albani rivoyat kelgan hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar ki qaysiki farzand ota-onasiga yaxshilik qilsa, unga jannat eshiklari ochiladi deganlar. Endi ota-onaning ikkinchi haqlari. As-sani min huquqil walidayn. Tajunnubu uququhuma va isaa'atu ilayhima. Ota-onasiga oq bo'lishlik va ularga yomonlik qilishlik. Oq bo'lish degani ota-onaga aziyat beradigan so'z yoki fe'lni bajarishlik degani. Oq bo'lishlik ikkiga bo'linadi: al-fi'l val qawl. So'z va fe'l. Al-awwalu al-uququ bil qawl. Birinchi oq bo'lishliklari so'z bilan oq bo'lishligi. Sabbuhuma aw tasubbu bil huquqi sabbi lahuma. Ularni so'kishlik yoki kimdirni so'kishligiga sababchi bo'lib qolishlik. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Inna min akbaril kaba'iri ay yal'ana ar-rajulu walidayhi." Qila: "Ya Rasululloh, wa kayfa yal'anu ar-rajulu walidayhi?" Qala: "Yasubbu ar-rajulu aba ar-rajul, fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu." Akhraju Buxoriy va Muslim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Albatta, ota-onasiga la'nat aytgan kishi eng katta gunohlarning kattasini qilibdi" dedilar. Shunda biz: "Ey Allohning rasuli, kishi ham o'z ota-onasiga la'nat aytadimi?" dedik. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Kishi kimdir bilan urushsa va uni otasini so'ksa, u ham ana shu kishini otasini so'kadi va onasini so'kadi. Shu la'natdir" dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Keyingisi raf'us sawti alayhima. Ularga ovozni ko'tarish. Qala ta'ala, Alloh taolo aytadi: "Asta'udhu billah. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Sadaqallohul aliyyul azim. Ularga uf dema, ularni jerkima va ularga yaxshi so'zlarni so'zla. Isro surasi 23-oyat. Ikkinchi oq bo'lishlik. As-sani al-uququ bil fi'l. Ikkinchi oq bo'lishlik, ya'ni fe'l bilan oq bo'lish. Hiddatun nazri ilayhima. Ularga o'qrayib qarashlik. Tafdilu g'ayrihuma alayhima. Ulardan boshqalarni afzal ko'rishlik. Keyingisi bo'lsa addimu tawqirihima va bil istihani va amrihima va ihtiqarihima. Ular buyurganini qilmasdan ularga hurmatsizlik keltirishlik. Bu ham fe'l bilan oq bo'lishlik. Va eng so'nggisi duriba lahuma va tatawalu biyadi. Ularni urishlik va ularga qo'l cho'zishlik. Ota-onalarimizga Alloh asrasin shunday farzand bo'lib qolishligimizdan biz ota-onamiz bizga sen oqsan deyishligi shart emas ekan. Biz mana shu yuqorida sanab o'tganliklarimiz va ularning ko'zlaridan yosh oqizganlarimiz bizni oq bo'lishligimizga sababchi bo'lib qolar ekan. Barchalarimizni bunday bo'lishlikdan Alloh o'zi asrasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.